Bu videoni uyini remont ettirecek bo'lgan yaqinlarda tashlab qo'yinglar. 2026-yil senasine göre bize qurilish mahsulotlarini narx-navolarni o'rganib chiqamiz. Videoni ko'rishdan oldin like, podpiskani bosib qo'yinglar. Agarda joyini remont ettirecek bo'lgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, videoni shularga tashlab qo'yinglar. Biz hozir mahsulotlar narxini o'rganib chiqamiz. Knaf brendidagi gips kardonlarimizning narx-navolari necha bo'ldi? Knaf brendi asosida ishlab chiqarilgan gips kardonlarimiz bitar narxi 52 ming so'mdan. Mabodo paddondan ko'p bo'ladigan bo'lsa, kelishiladi, dastavkasi bilan qilib beramiz. Rodbond, shpaxlovka, kafelkalarimizni narx-navolari necha bo'ldi? Rodbond, shpaxlovkalarimiz hamda kafelkalarimiz hamma firmadan bor. Bizlarda asosiy sotilib turganlari Ecostar brendi hamda Joramix mahsulotlari bor. Bemalol kelsalar, masalan, kilaylarimiz aytib o'tadigan bo'lsak, eng zo'ri usulli kilay bo'ladi. 33 ming so'mdan dastavkasi bilan qilib beramiz. Shpaxlovkamiz aytib o'tadigan bo'lsak, 30 ming so'mdan dastavkasini qilib beramiz, zo'ri bo'ladi. Keyin Rodbondimizga keladigan bo'lsak, Ecostar Lux Rodbondlarni 40 ming so'mdan dastavka qilib beramiz. Xuddi shu modellar Joramixdan bor. Lelnomlarimizning narx-navolari necha bo'ldi? Lelnom narx-navolariga keladigan bo'lsak, bizlarda assortiment ko'p. 1,5 metrlik, 2 metrlik, 2,5, 3, 3,5, 4 metrgacha bor. Narxlarga keladigan bo'lsak, kelishgan narxda bo'ladi. 65 ming so'mdan boshlab 200 ming so'mgacha sotib turibmiz. Kelsangizni ustunda metrga qarab kelishiladi. Daraklarimizni narx-navolari necha bo'ldi? Daraklarimiz assortiment ko'p. Asosiy TV zona uchun foydalanadilar bu narsalardan. Narxlarga keladigan bo'lsak, 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha bor. Kelsalar kelishtirib taqab beramiz. Samarqandlik aboylarimizning narx-navolari necha bo'ldi? Samarqandlik aboylarimizga keladigan bo'lsak, assortimentimiz ko'p. Narxlarni skidka narxda donasini 95 ming so'mdan qilib beramiz. Razmerlari 1 metr, 1,23 metr bo'ladi. Kafellarimizning narx-navolari necha bo'ldi? Kafellarimizning razmerlariga qaraydi asosan. Masalan, banyo uchun foydalanadigan kafellarimiz 55 ming so'mdan kvadrati boshlanadi, ketaveradi. Lyustralarimizni narx-navolari necha bo'ldi? Lyustralarimiz endi trubka lyustralarimizdan boshlaydigan bo'lsak, eng kichkina razmeri 110 ming so'mdan boshlanadi, eng oxiri 2,5 milliongacha bor. Aristollarimizning narx-navolari necha bo'ldi? Aristollarimizga keladigan bo'lsak, bizlarda budjetli variant 50 lik aristollarimiz 1 million so'mdan boshlanadi. Eng ya'ni brend aristollarimiz bor, ular 2 million 200 ming so'mgacha eng oxiri. Sizlara narx-navolamiz yoqqan bo'lsa, videoga bir dona like bosib qo'yinglar. Yana qaysi mahsulotlarimizni narxini bilishga olasizlar. Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring.